Sizlarga hozir shu ikkita kreslomizni taqqoslab beraman. Birinchisi bu massajli kreslomiz, ko'rishingiz mumkin. Bu ergonomичный. Xo'p, buni orqasida massajli funksiyasi bor. Podголовниклari ham regulirovka bo'ladi. Podlokotniklari plastikdan qilingan. Sideniyasi balandpast bo'ladi. Orqaga bu откидываться qiladi va buni atamankasi bor. Ikkinchi kreslomizga o'tadigan bo'lsak, buni massajli funksiyasi yo'q, lekin belni поддержка qilib turadigan qismi mana chiqib turibdi, ko'rganinglardek. Belinglarni ko'proq ishlab berishiga xizmat qiluvchi narsasi bo'ladi, sog'liqni saqlash uchun. Buni ham podlokotniklari plastikdan qilingan. Xo'p, sideniyasi матерчатый buni. Balandpast bo'ladi. Bu откидной emas, lekin kachaniya mexanizmi bor. Podголовник ham также balandpast bo'lib regulirovka bo'ladi. O'zingizga mosini kelib tanlab olsangiz bo'ladi. Ikki xil budjet. Misol uchun, agar budjetingiz bazolat qilsa, shuni tavsiya qilib qolaman. Agarda sizlarga massaj funksiyali kerak bo'lsa. Agarda yo'q, menga sal budjetliroq variant kerak desanglar, lekin sifati zo'r bo'lishi kerak desanglar, shu modelimizni tavsiya qilib qolaman. Va bulardan tashqari yana 28 xil modeldagi kreslolarimiz bor.